Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun biz Demir Profil zavodi bilan uzoq yillardan beri muvaffaqiyatli hamkorlik qilib kelayotgan Tahsin qurilish mollari savdo markaziga tashrif buyurdik. Hozir esa ushbu markaz rahbari bilan suhbatlashamiz va ularning Demir Profil mahsulotlari haqidagi fikrlari va tajribalari bilan tanishamiz. Assalomu alaykum Ibrohim aka. Assalomu alaykum. Aytingchi, qanchadan beri Demir Profil bilan hamkorlik qilasiz? Demir Profil bilan bizlar 10 yildan beri hamkorlik qilib kelyapmiz. 10 yil oz fursat emas. Aytingchi, shuncha paytdan beri Demir Profil bilan hamkorlik qilishingizning sababi nimada? Demir Profil bilan 10 yildan beri ishlayotganimizning asosiy sabablaridan sifat darajasining juda yuqoriligi, ko'rsatilayotgan servis ham juda yuqori, yetkazib berishdagi berilayotgan qalinliklar juda ham yaxshi, juda aniqlikda chiqarilayotganligi, eng so'nggi texnologiyalarda chiqariladi. Shunisi ham juda muhim. Mijozlaringizning ushbu mahsulotlar haqidagi fikrlari qanaqa? Mijozlarimiz endi 10 yildan beri sotganimiz uchun juda ko'pchilik o'rganib qolgan. Hozirda endi pashta hamma mijozimiz Demir Profil deb kelib sotib olib ketishadi-da. Ibrohim aka, siz uchun biz bilan ishlashning eng katta qulayligi nimada? Yetkazib berish juda tez, sifatning yuqoriligi, keyin zavod xodimlarining juda xushmuomalaligi. Buyurtma berish, yetkazib berish yoki to'lov qilishda muammolar yo'qmi? Albatta yo'q. 10 yil mobaynida ishlab kelayotgan bo'lsak, zakazlarimiz o'z vaqtida yetkazilyapti. To'lovlarda ham hech qanday muammo yo'q. Eng ko'p sotiladigan va so'raladigan profil turlari qaysilar? Asosan patolochniy profillar, 60 ga 27 lik razmeri, qalinligi 0.4 lik profil. Asosan bozorda juda ko'p sotiladi. Demir Profil mahsulotlarini boshqa do'kon egalari yoki ustalariga tavsiya qila olasizmi? Albatta tavsiya qilamiz, chunki bizlar ancha yillardan beri Demir kompaniyasi bilan ishlaymiz. Juda ko'p mahsulotlarni sotamiz. Shu qatorda Demir Profillarini ham qurilish mollari do'koni borlarga, savdo markazi borlarga va ustalarga tavsiya etib qolamiz. Rahmat sizga.